Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Men bugun Andijon mebel markaziga yana tashrif buyurganman. To'g'risi, bu qismda bugun videoga kelib 3 xilmi yo 4 xil mebellarni video syomka qildim. Spalniy garnitur, ugoloy, oshxona mebel, kuxonniy ugoloylarda. Endi hozir shu mehmonxona uchun stol-stullarni video syomkasiga kirib kelyapman. Ko'rishingiz mumkin. Hozir shularda narx-navolar hamda ma'lumotlari bilan sizlarga tanishtirib beraman, aytib o'taman. To'g'risi akalar, qo'llab-quvvatlab turinglar, videolarimizga like bosib, kanalimizda yangilar bo'lsa obuna bo'lib turinglar. Xudo xolasa, kelajakda hozir ham har xil mebellarni video syomkasini kutib qolasizlar. Hozircha o'zim kelib video syomka qilyapman. Kelajakda shu usta akalarimiz aloqa etsa, iloji boricha maksimalniy harakat qilamiz. Arzonroq, sifatliroq ishlarni ko'rsatib chiqishga usta akalarimiz bizga aloqa etsa, aka shu arzonroq qilib chiqaring, xalqimiz ham maza qilsin deb aytib o'tamiz. Xudo xolasa arzon qilib, arzon ishlarni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Like'larni bosib turaverasizlar. Hozir oshxona shu stol-stullarni narx-navosini aytamiz. Ham bo'lsa, bu joyda ko'rishingiz mumkin. Shuni hali idish tovoq teradigan narsalar bor. Shunaqa narsalarni ham narx-navolarini sizlarga yoritib beramiz. Qo'llab-quvvatlab turaveringlar. Boshlaymiz. Qadrli obunachilar, mana ko'rishingiz mumkin, kirib keldik. Shu hozir stol-stullar hamda bunaqa narsalarni ham narx-navolari bilan, hamma ma'lumotlari bilan ko'rsatib o'tamiz. Hozir birinchi bo'lib usta akani topib olishimiz kerak. Usta akalar, qani kelaveringlarchi? Bu stol-stullarga bitta baholar berib turasizlar, qadrli obunachilar. Bu stol-stulni qaranglar. Materiallari ham momiqqina ajoyib ekan. Narx bu hali kafe, barlarga juda ham mos keladi. Bu korishniy stol-stulni ham ko'ringlar. Mana uni ko'ringlar. Yaxshimisiz aka? Xo'p. Mana uni nomi nima edi akalar? Mana uni esimdan chiqarib qo'ying. Bitta aylanib ko'rsatib qo'yapman-da sizlarga, hurmatli obunachilar. Ko'rib, kuzatib turaveringlar, tanlab turaveringlar. Hozir narx-navosini aytamiz. Buni qaranglar, mana uni. Ajoyib. Bunga endi dasturxon solinmaydi-da. Assalomu alaykum, hormaylar usta akalar. Ijtimoiy tarmoqlarga video syomka qilib yuribmiz. Bitta stol-stulni narx-navosi bilan. Ha, bo'pti, go'rkani aytib bering aka. Yaxshimisiz, charchamisiz? Qaysi sizniki aka? Xo'p. Go'rkalarda ko'ringlar, qadrli obunachilar. Razmerlari necha usta aka? 245 ga 340 endi. 340. Ikki taraf shkaf bo'ladi, pastlari tummichga, o'rtasi relevantli bo'ladi. Shkaflarni ochib. Bu yerga bemalol kiyimchilar bo'laveradi. Ishlari to'liq 50 sm bo'ladi, yarim metrlik bo'ladi. Eshiklari vakuumli ekan. Vakuum mexanizm eshiklari. Tepa qismlarini ham joylari juda ham keng ekan. Buni stroyka. Bu aka bo'linadimi? Misol uchun 5 ga bo'linadi. 5 ga bo'linadi. Bemalol domlarga ham olib kelaveradi bo'ladi. Narxini aytaylik aka, buning uchun birinchi shuni. Vodiy bo'ylab dastavkasi bilan 5,5 million so'm qilib beramiz. Shu qo'lga tegadigan iloji boricha Ashlaga qo'lga tegadigan, dastavkasi ichida. Dastavkasi ichida vodiy bo'ylab boshqa, misol uchun Toshkent yoki bo'lmasa Samarqand, boshqa viloyatlarga dastavkasi kelishilgan holatda qilib bera olamiz. Xo'p. Bunimizchi aka? 3 ga bo'linar ekan aka. Ha, buni 3 ga bo'linadi, troykali bu. Endi 340 ga bo'ylari 245 bo'ladi. Endi 340 yopishgan holatda. Ko'rishingiz mumkin. Ajoyib. Tayyorlar polka bo'ladi. Polkalarini. Eshiklari hammasi vakuumli ekan, aka? Hammasi vakuum mexanizmi. Sekin yopishlar, o'zi sekin, hali daraq etib yopilmaydi, sekin yopilib qoladi. Xo'p, troykamiz necha pul ekan?
Bunisini dastavkasi bilan 7,5 million so'm qilib beramiz vodiy bo'ylab. 7,5 O'zicha rasxoti balandroq troykada. Zo'r. Bu yoqda ham bor. O, bu ham bular ham troyka ekan. Troyka, 3 ta. Ajoyib ekan. Ha, bunisi razmeri kichikroq deganlarga. Skromniy ajoyib ishlangan ekan bu. Eshiklari bitta komplekt ochilar ekan, qadrli obunachilar. Yaxshi. Bunimizni narxi necha pul usta aka? Bunisini 5,5 million so'm qilib beramiz. 5,5 million. Dastavkalari bilan. Vodiy bo'ylab, ha? Vodiy bo'ylab xudo xohlasa. Boshqa viloyatdagi akalarimiz ko'rib turgan bo'lsa, akamizni ko'nidan yo'l topsanglar, shu boshqa viloyatga ham shu narxda qilib beradi. Ha, Xudo usta? xohlasa dastavkasi. Kelishasizlar endi. Xo'p, bularimiz-chi aka? Bu mana shu gorka, shkafli gorkada. Narigi bilan bir xil sherigi bu, ha. Bunisi bor aka. Bunisi ham ana unga o'xshash ekan, Ha. Troyka, Troyka bu yangiroq moda. yangicha fason. Xo'p, bu razmerlari necha? Buni razmeri 3,25 ga bu 2,45 bo'ladi. Ha, qanaqa xonaga tushishini ham, shuni ham aytib o'tsangiz, misol uchun endi uyda Endi 3,5 dan boshlab 4 metrgacha qo'ysa bo'ladi, sababi yonboshlari oyna bo'lgani uchun idish tovoqlari ko'rinib turaveradi. 3,5 metrdan 4 metrgacha bo'lgan uyimizga bemalol tushaverar ekan, qadrli obunachilar. Alohida qilib qo'yarasiz, sal enlarini ochib. Ha, orasini ochilsa ham ko'rinaveradi. Yaxshi. Qiziquvchilar bo'lsa, usta aka nomeringizni aytib qo'ying. 88lik Aha. 978 46 46. Shu raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Bo'ldimi aka sizda? Bo'ldi. Ha, mana uni ham ko'rsatib qo'yadi. Xohlaganingizdan aytib beramiz aka. Bo'ldi. Bunimiz qanaqa aka? Buni Bu razmeri. penal komod. 3,15 ga bu 2,47 bo'ladi buniki. Buni ham eshiklari komplekt ochilar ekan. Oyna polkalari bor. Oynadan. Ha, yana bir narsa, usta aka, meni endi boshimdan o'tgan aytaman-da. Mana bu oynasi meni uyimda oyna idish tovoq ko'p terilganmi, xullas nimadir bo'lib tushib ketdi. Polka tashlavarda, dvigatelga bog'liq, polka dvigatel, xudo xohlasa original. Donasini o'zi 5000 so'mdan tushadi bizga. Asha bitta komplektiga. Necha kilo ko'taradi? Shuni ham aytib o'tib ketaylik. Ko'taraveradi, asli 4 ta 5 ta bagimasini ko'tarib beradi. Yo'q, garantiyasi bor ularni. Yaxshi. Xo'p, qolganlari ham mustahkam aka. Ular hammasi. Xudo xohlasa garantiyasi bor, ha. Bunimizni narxi necha pul aka? Bunimisi asha vodiy bo'ylab dastavkasi bilan 6 million so'm qilib beramiz. 6 million so'm. Dastavkaning ichiga ustanovka xizmatlari ham kiradi. Olib borib ichkariga olib kirib, o'rnatib chiroyli qilib berasiz. Yaxshi. Boya aytilgan raqamlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Usta akamiz chiroyli qilib sizlarni ishinglarni bitirib beradi, qadrli obunachilar. Endi stollarida narx-navosini sizlarga tanishtirib beramiz. Aka, rahmat sizga aka. Ishlarga rahmat.